Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazali makaronli kop tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi kartoshka, piyoz, sabzi, go'sht, pomidor. Masalliqlarimizni birin-ketin kubik shaklida to'g'rab olamiz. Qizartirib qovuramiz. Tabga ko'ra ziravorli solamiz. Suv solib, qaynab chiqqandan keyin tagini pasaytirib, qopqog'ini yopib, dimlab qo'yamiz. Qozonga suv, tuz, yog' solib, qaynab chiqqandan keyin makaronlarimizni pishirib olamiz. Makaronlarimiz pishgandan keyin ikkita masalliqni bir-biriga qo'shib, dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha!